Otasi vafot qildi, davolatgan, puli qolmagan, 15-20 million qarz bilan chiqqan. Tog'alari Xudoy 40 qilasan deb turib aytgan, bu kuchi yetmagan, arazlab kelmay qo'ygan ular, tog'alar. Ko'pchilik ichida mahallada anu chalamulla 40 qilmaydiganlar bor oramizda degan. Shariatda yo'q degan. Otang 40 kunda yoriladi, hozir yorilalmay qiynalyapti debdi. Buni qara, kirib chiqding-a? Oshni qilsang yoriladi debdi. Eng qizig'i bu gapni aytayotgan odam 80 dan o'tgan odam. Lekin masjidga kelib hali bir marta ham sajda qilmagan. So'fonlar buvamizning gaplari bor. 80 dan o'tsang 80 degan. Sak nima u? Shariatni qilmasang, shariatga teskari gapirayotgan bo'lsang, shusan deyapti. O'sha qarindoshlari kasalligida bir marta ham xabar olmagan. Biron narsa kerakmi deb kelmagan, eng qizig'i. O'lgandan keyin o'likka egalik qildi-da. Qurbonlik qildi bu yigit. Kuchi yetgani endi shuda. Qurbonlik qilsa, nega qurbonlik qilasan sen 40 ta qilmasdan? 1000 qurbonlik qilmaysanmi? Qurbonliging o'tmaydi. 40 qilsang o'tadi deymish.